Hozirda ovqat yetkazib berish, ya'ni kuryerlik bilan shug'ullanmoqdaman. Mening faoliyatim davomida naqd puldan bo'lgan buyurtmalarga men oldindan kuryerlik qilib ishlaydigan kompaniyaga tushiraman. Shu tushirgan pullar hisobidan bizga naqd pulga buyurtma olish imkoni yaratiladi. Endi savolim shuki, shu naqd pulda bo'lgan buyurtmalarga bizga choy-chaqa berishlik yoki qaytimga pul topmaslik holatlari bo'ladi. Shunda ular buni o'zingizga qoldiring deyishadi. Aslida choy-chaqa olsa bo'ladimi? Shu halolmi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Albatta ularni yollab ishlatayotgan kishilarni qo'lida ularni vakili sifatida olib borib berishadi. Mahsulotni unga sotishadi, pulini yana qaytarib etib berishadi. Shu xizmatiga pul oladi ular. Yollanib ishlayotgan ishchilar. Endi ular narxni, ularga narx belgilab bergan kishilar narxini arzon qilish yoki qimmatlash huquqiga ega emas, aytilgan narxga sotadi. Lekin o'sha holatda uni sotib oluvchi odamlar bularga o'zlari xohlab bir narsa ehson qilsa, hozirgi aytganda qaytimini olmayman, shu qaytimi senga bo'lsin desa, yoki o'sha mahsulotga pul to'ladi-yu, yana qo'shimcha mana bu senga deb o'zlariga beradigan pullar ular uchun olish halol, durust, hech qanday unga monelik yo'q. Chunki bu insonning o'z xohishi bilan boshqaga qilayotgan hadyasi, ehson hisoblanadi. Lekin bularga mahsulotni berib, olib borib mana topshir, pulini olib kel deb vazifalantirgan odam qo'ygan narxni lekin o'zgartira olmaydi. O'sha aytilgan narxni qimmat ham, arzon ham qilmaydi, o'z narxiga sotib etib beradi, lekin undan tashqari bularga hadya qilib qolsa mabodo pul ehson uni qabul qilishi mumkin, hech qanday monelik yo'q. Vallohu a'lam bis-savob.